Hop, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz demak kvadratik formani kanonik ko'rinishga keltirishi usullari, jumladan Lagranj usuli va Jakobi usullari bilan tanishamiz. Mana 1175-misol Proskoryakov kitobidan 1175-misolda qaraymiz. Hop, Lagranj usulida kanonik ko'rinishga keltiramiz. Buning uchun x1 yozamiz. x1 kvadrati 4x1 x2 ikkilangani paydo bo'lish uchun 4x1 x2. Demak, ikkita x2 ni qo'shamiz bu yerga va x3 ni qo'shamiz. x3 ni kvadrat. Bu yerda kvadratga ko'tarsak x1 kvadrati plus 4 ta x2 ni kvadrati paydo bo'ladi. Bu yerda esa x2 ni kvadrati. Demak, uchtasini ayirib qo'yamiz. Minus 3x2 ni kvadrati plus x3 ni kvadrati. Bu yerda esa 3 ta. Demak, plus 2 ta x3 kvadrati. Ve aralash ko'paytma 4x1 x2 bor, 2x1 x3 bor ve 4x2 x3 paydo bo'ladi. Ko'paytmasida. Bu yerda esa 2x2 x3. Demak, ikkitasini ayirib qo'yishimiz kerak. Minus 2x2 x3. Mana bu qavs ichini y1 bilan belgilash kiritib olamiz. Ya'ni y1 ni kvadrati, y1 ni kvadrati qolganlardan minus 3 qavsdan tashqariga chiqaramiz. Minus 3 qavsdan tashqariga chiqarsak x2 ni kvadrati, x2 ni kvadrati minus 2 taqsim 3 x3 kvadrati plus 2 taqsim 3 plus 2 taqsim 3 x2 x3. Ana shu yerda biror to'la kvadratga keltirmoqchimiz. x2 bilan x3 to'la kvadratga keltirishimiz uchun x2 ni kvadrati plus 2 taqsim 3 ikkilanganida buni faraz qilsak, demak 1 taqsim 9 x3 ni kvadratini qo'shamiz. 1 taqsim 9 x3 ni kvadratini qo'shamiz. Ayirib qo'yamiz shu qo'shgan. Va mana bu yerda minus 2 taqsim 3 minus 2 taqsim 3 x3 ni kvadrati. Tushunarli-ga? y1 ni kvadrati minus 3. Mana bu narsa endi to'la kvadratga keladi. Ya'ni x2 plus x2 plus 1 taqsim 3 x3 ni kvadrati. Bu ikkalasini hisoblab olsak, demak buni 3 tadan tegib minusdan 7 taqsim 9 x3 ni kvadrati. Mana bu narsani qarshi ochib olamiz. Qarshi ochib olsak y1 ni kvadrati minus 3 x2 plus 1 taqsim 3 x3 ni kvadrati plus 7 taqsim 3 7 taqsim 3 x3 ni kvadrati barobar mana buni y2 deb belgilashga bitsak, x3 y3 deb belgilashga bitsak, u holda bu y1 ni kvadrati minus 3 y2 ni kvadrati
plus 7 taqsim 3 y 3'ni kvadrati. Mana bu kanonik ko'rinishga keladi. Demak, kanonik shaklga keldi. Mana kvadratik formaning rangi deb nimaga aytiladi? Kanonik shaklga kelgandagi 0 dan farqli koeffitsiyentlar soniga teng. Demak, ushbu kvadratik formamizning rangi 3 ga teng. 3 ga teng. Ikkita manfiy, bitta manfiy, ikkita musbat koeffitsiyenti bor ekan. Kvadratik formani xosmas almashtirish bajarib kanonik ko'rinishga keltirish mumkin. Siz bajarganda kanonik ko'rinishga kelganda musbat koeffitsiyentlar soni bilan manfiy koeffitsiyentlar soni o'zgarmas bo'ladi. Bu narsa kvadratik forma uchun inersiya qonuni deyiladi. Buni hozir bu kvadratik formani boshqa almashtirish bajarib kanonik ko'rinishga keltiramiz va shunda tekshiramiz. Hozir yozib olinglar. Hop, ushbu kanonik ko'rinishga keltiruvchi almashtirish y1 barobar x1 plus 2x2 plus x3 y2'miz mana bu belgilash kiritdik. x2 plus 1 taqsim 3 x3 va y3 teng x3 dedik. Ya'ni boshdagi berilgan kvadratik formaga bu yerdan x'larni topsak quyidagicha bo'ladi. Demak, mana shu almashtirishni birinchi kvadratik formaga qo'yilganda mana bu kanonik ko'rinish kelib chiqadi.